Voy. Sen joydami? Nima qilyapsan? Uzr, singlim deb o'ylabman. Katta xolayman, tanimadingmi? Shunaqa chiroyli qizdan shunaqa gaplar chiqadimi? Uzr dedim-ku. Amaki, uzuringizni pishirib yeng. Qalaysan? Qalaysan, yaxshimisan? Bular kim? Tanishtirmaysanmi? Ha, tanish. Begemot amaki. Meni ismim Charos. Meniki Yusuf. Tanishganimdan xursandman. Yurib ketdi. Til qozonni qopqog'iga o'xshaydi. Qimirlasa nima pishayotgani bilinadi. Nima? Turk sim kartasi shu yerda sotiladimi deyman? Katta xolamnikida sotiladi. Katta xola Istanbulda turadilarmi? Kulgili. Telefoningizda sim karta bo'lsa, telefon qilib oling deb so'ramoqchi edim. Yo'q, bo'lmaydi. Ketdik, Charos. Bo'ladi. Ber, G'alatiroqsan, Charos, nima qilyapsan? Marhamat. Rahmat. Odamlarga yaxshilik qilib ham turish kerak. Qilgan yaxshiliging qoladi. Umrimda birinchi marta ko'rishim. Qiz bolaning telefonida kodi bo'lmasligini. Endi begonalarga telefonimni berib yurmaganman-da.